Bugun Nyu-Yorkda cho'tka qilib qor yog'ib bergan. Men bilan o'rtog'im rozi bo'lib turib, qor qazib, bugun nech pul topishimizni oxirida ko'rib olasizlar. Chiroyligina. Birinchi ish mana shu bowling mana shu joylarni qilib berishimiz kerak. To'yini qilib, mana shu yerdan qilib tekis qilib berib, mashinasini tushirib berish kerak. Keyin qalinligini qarang, mana shu yerda ham qilib beramiz. Hozir mana shu yerdan qilib berib, mana shu yerga qilib berdik. $150 mana shu joylarni. Qorbo'g'aloq qo'shish bor, kattaligini odamdek qilib. Hozir, короче, 4-ish, buni ham $150 qilib bera olamiz. Mana shu yerda kematdan yo'l ochib berishimiz kerak. Bu Scott eng zo'r klientimiz shu bo'ldi. Bizga $20 tipdan berib, ichimli ham berdi. Qorin ochib chanqab ketdi deydi, iftorlik qatqadir kirdi. Общий sanaganimizda $640 sanadi, 320 dan ikkita bola.